qancha gonorarga sochingizni kalga olardingiz? Просто bundoq qo'lima kimdir urishsa ham yoqmay qo'ya qolishsin deyman. Yunka. Siz haqingizda internetdagi eng noto'g'ri fikr. Bu savolni kutdim lekin. 18+ sahna bo'lmasin, yigiti bo'lmasin. Tujme rab dikta hey yaram ne kya karo. Shohruxxon hayron qolardi bu gapga. Urus rolda chiqqim keladi. O'zingizni bundoq qilib oldim. Tug'ilga nima beriladi? Yalang'ochlarni ko'rmayman. Hayot bu kino. Instagram esa hozirgi kunda uning chiroyli treyleri bo'lib qolgan. Bugungi Kinosfera podkastimizning galdagi mehmoni ham treyler juda ham chiroyli, muloyim, yoqimtoy va bugun uning to'liq filmini tomosha qilamiz. Yoshlar o'rtasida ma'lum va mashhur bloger va aktrisa Ruhish, ya'ni Ruhshona. Xush kelibsiz. Hammaga assalomu alaykum. Rahmat. Sizlarga taklif uchun kattakon rahmat. Siz haqingizda ma'lumot qidirganimizda juda kam ma'lumot topdik. O'zingiz haqingizda batafsil aytib bersangiz, boshidan boshlasak. Farmakolog Ruxshonaman to'liq aytadigan bo'lsam, 19 yoshda moqta xolis yigirma. Ko'pchiligi yilimni aytsam, mana qilishadi, "Voy, siz hali gapirishni o'rgandingizmi?" deyishadi. Nima gapirishni bilaman, Xudoga shukr. Kichikdaligimdan media sferasida bo'lganman. O'sha kinolarga, kliplarga, reklamalarga chiqib yurganman. Endi довольно kichkina bo'lganman, ko'pchilik bilmasligi mumkin bu narsa haqida. Instagramga shu plus minus 4 yilcha oldin kirib keldim. Brand Facebook kirib kelganman, keyin blogerlarga o'tib ketdim. Hozir YouTube'ga sekin o'tyapman. YouTube format sizga demak yaqinroq. Ha. O'zimni blogim bor YouTube'da, 4 ta video qo'yganman. O'tgan yil qo'ydim. Shu 4 ta video yaxshi ketdi. Endi Xudo xolisa shu yil YouTube'da yana meni ko'rasizlar. Monetizatsiyaga hali chiqmagandir sizlar? Yo'q, hali. Niyat shu bo'lsa kerak. Конечно. Ruhish, ruh bir W. Men o'yladim PUBG yoki Counter'dagi nikingiz bo'lsa kerak. O'zingiz nimaga bunaqa? Bu savolni kutdim lekin. Yo'q, Counter, CS:GO unaqa narsalar o'ynamayman. Ruhish qatdan kelib chiqqan. O'zi meni nikim R2406 bo'lgan. Maktab vaqtida hamma meni maktabda R2406 deb chaqirardi. Hech kim ism bilmasdi. Kod ism qilgim kelmagan. Ruhshona, Farmankulova qilgim kelmagan. U paytda sal ismim yoqmasdi. O'zgartiraman deb yuradigan vaqtlarim edi maktab davrida. Keyin uydagilar meni masalan buvim Ruhishka deb chaqirishardi. O'shandan keyin Ruhish qilganman. Bir bilan W qo'yganman, необычныйroq bo'lishi uchun. Maksimalni shu ajralib tursam-da. Shunga oyimga, "Oyi, qalay nikim" deganimda, "Nima bu ruh bir sharmanda" degan. Nima bu ruh bir sharmanda degan. Yo'q, bu Ruhish deganman. O'zgartirib tashladiganlar, lekin hozir shu nikim bilan hamma meni o'sha eslab qo'ygan. Biz ham eslab qoldik Ruhishni. Hayolimga Ruh 5-13 keldi. Birinchisini desam to'g'ri. Bizga ham. Ko'pchilik shunaqa deydi. Birinchi meni aloqaga solib qo'ygan kinoda bu Ruh 5-13 sirasi yarq etib keldi. Va undan tashqari sizni sport sohasida ham medallaringiz juda ham ko'p ekan. Bu haqida ham to'liq to'xtalib o'tsak, qaysi sport bilan professional shug'ullangansiz yoki hobbi sifatidami? Kichkinaligimda endi bu uydagilar o'zini yo'nalishini topsin deb ko'p narsaga meni qo'yishgan. Raqsga borganman, vokalga borganman, aktyorskaga ham borganman. Sportga keladigan bo'lsak, shaxmat, suzish, gimnastika, ushu, agar bilsanglar buni. Ko'pchilik bilmaydi. Ushu, yana nimaga boradimi? Yo'q, ko'pga borganman. Juda ham ko'p. Настольный tennislarga borganman. Va основном menda shaxmatda yaxshi bo'lgan. Shaxmatdan yaxshi o'rinlar olib kelganman. Qolganlari endi hobbi bo'lib qolgan. Hozir ham sport bilan shug'ullanib turaman. Professional sport bilan shu zalga chiqib, ora-orada tennislar o'ynab, shunaqa. Eshitishimiz bo'yicha adangizlar ham sport sohasidan sportchilar. Qaysi sohasi bo'yicha aynan? Adam karate bilan shug'ullanganlar yoshliklarida. Keyinchalik sport vazirligida ishlaganlar. Oyingizlar esa aktrisalikka qiziqqan ekanlar. Ha, oyim aktrisalikka qiziqqanlar, yoshliklarida boshlovchilikka qiziqqanlar, to'g'riroq bo'ladi. Yoshliklarida adalari qo'ymagan. Ering bo'ladi, eringdan so'raysan, ering ruxsat bersa qovurasan deganlar uchun bilmadim. Oyimni shunchalik xohish kuchli bo'lgandan bu bizning uchalamizga o'tgan. 3 ta opa-singilimiz, uchalamizga o'tgani hisobiga oyim bilan ham juda ham qattiq bajarishga qilishadi. Adam hozir ham oyimga aytadilar, agar chiqqing kelsa, kelmasam bajarishga qilaman deydilar, lekin oyim o'sha xohishlariga. Qizlarning orzularini ko'ryapti ekanlar. Demak, o'sha blogerlikni biz eshitishimiz bo'yicha blogerlik xushlamagan ekansiz. Demak, asosiy sabab kirib kelishingizga shu oiz bo'lgan ekanlar, to'g'rimi?
Yo'q, asosiy sababda oyim bo'lganlar, oyim chunki tortganlar, yur unga boramiz, yur bunga boramiz deb blogerlikni o'zini nimaga xush ko'rmaganman bilmayman. Instagram bilan zavisim bo'ladi deb o'ylabman, balki kirganimdan keyin, lekin hozir blogerlikdan boshqa joyda o'zimni ko'rmayman desam ham to'g'riroq bo'ladi. Mediaga juda ham mehrimni qo'yganman, chiqib keta olmayman. Bir kun ham Instagramsiz yashamaysiz. Yo'q, lekin o'rganyapman hozir o'rganyapman. Lekin ayrim blogerlarga o'xshab chumoli qator qilib stories qo'yib tashlamas ekansiz, shunisini bildik. Bir ikkita bo'lar ekan, kerakli narsalar bo'lar ekan. Ha, yo'q, endi kirib kelayotgan vaqtim bor bo'lgan. Qiziqish juda ham kuchli bo'lgan. Hozir ham qiziqish yo'q emas, endi katta bo'lgan sari endi filtrdan o'tkazib bilib sekin-sekin qo'yadigan bo'lib qolganman. Kino, seriallarda ham rol o'ynagansiz. Unga birinchi qadamingiz kirib kelishingiz qanaqa bo'lgan? Sizni kimdir taklif qilganmi yoki kastinglardan o'tganmisiz boshida? Kastinglarga boshida boriladi. Hozir ham masalan kastinglarga boriladi. O'sha katta aktrisalar ham video probalarga boradi. Shtob partnyor bilan to'g'ri keladimi yo'qmi ko'rish uchun. Rejissyor imенно o'sha ssenariyda u odamni ko'ra oladimi yo'qmi ko'rish uchun baribir boradi. Yoshligimda ovozi bolalar teatr studiyasiga borganman. Unga borganimda o'sha yerda ustozim serial olamiz deganlar. Birinchi kirib kelishim o'sha yerda bo'lgan. Ungacha sahnalarga chiqib yurganman. O'ynab, muzikalar aytib, gruppovoy konsertlar qo'yib, mana shunaqa qilib yurganmiz har xil tadbirlarda. Bolalik fasllari degan serial olganmiz. U afsuski chiqmagan. Birinchi chiqqan serialim o'sha bo'lgan. Necha yosh bo'lgansiz? Unda adashmasam 4-sinf bo'lganman. 4-sinfda birinchi marta serialda chiqqan ekansiz. Shunaqa. Faqat u chiqmagan afsuski. Mayli, hammasi xayrliga. Shu bilan bulanib ketgan adamni ham tanishlari juda ham ko'p, media sferasida. Adam ham juda ham ko'p bajarib qilganlar meni. Yaxshi. Anaqa ayta olar ekansiz. Bir xilla yo'q, o'zim kuchim bilan boshlab qoladi. Yo'q, ota-onasiz qatga, ota-ona bajarishga qilmasa bo'lmaydi deb o'ylayman. To'g'ri. Va bekitib qiladi ekan odam. Agar mabodo bloger bo'lmaganingizda kim bo'lardingiz? Advokat yoki prokuror bo'lardim. O'z qiziqasiz. Ha, qiziqaman. Konstitutsiyani o'qiganman. Anaqa yuridiskiga topshiraman deb, shunaqa burilib ketdi, biznes sohasiga kirib ketdim. Yo'q, hozir biznesdasiz. Hozir biznes sohasida o'qiyman, 3-kursni bitirdim. Qaysi o'qishda? London bilan совместно Международный Тим universitetida o'qiyman. 3-bosqich talabasi 4 yillikmi? Ha, 4 yillik. Xudo xolasa 3-yilni tugatdim. 4-yilga qarab. Biznes lady bo'lmoqchimisiz shunda yoki Instagramdan ketasizmi? Ikkalasi ham. Bittasida yo'qmayman, lekin baribir Instagramdagi auditoriyam baribir qoladi. O'zimga kontent qilish, o'tirish, o'ylash, mana bunaqa kamerani oldida gapirish juda ham yaxshi ko'raman. Depressiyaga kirib qolgan vaqtlarim shamkalarim meni olib chiqib ketadi. Bu sostoyaniyadan. Maza qilaman. Depressiyaga aynan qaysi holatlarda kirasiz? Kimdir xafa qiladimi sizni? Xafa qilishda emas, bo'ladi-ku, выгорание bo'ladi baribir. Depressiya deb aytolmayman, выгорание bo'ladi. Baribir qizib olaman, juda ham emotsional odamman-da. Ozgina nimadir bo'lsa bo'ldi, men yopilib olaman, bitta xonaga kirib olib, yo'q, men shunda o'tiraman. Baribir bu odamda bo'ladi. Shunaqa vaqtlar demoqchiman. Baribir syomkalarimga chiqib tursam, pozitivniy bo'lib turaveraman. Syomkalarim bo'lmasa, yovvoyi bo'lib qolaman. Otangizga mashina sovg'a qilgan ekansiz, shundan kelib chiqib, oylik daromadingiz qancha? Bu ham qiziqdi. Oylik daromadim определённый bitta summa deb ayta olmayman. Chunki baribir blogerskiy sferada bilasizlar. Bitta bo'lsa zo'r bo'ladi, bitta bo'lmasa vashshe bo'lmaydi. Minimum qancha bo'lgan, maksimum qancha bo'lgan? Oylik daromadimi? Oylik 10 mingdan ko'p bo'lgan bo'lsa kerak. Maksimum agar adashmayotgan bo'lsam. Endi moliyaviy tomonga men aralashmayman. Menda oyim borlar. Oyim gaplashadilar, oyim aniqlaydilar, oyimga pul beraman, yig'salar o'sha yerda yig'adilar. Mana shunaqa. Aslida menda oyim bilan bo'lgani uchun moliyaviy tomonga to'g'risi qaramay hisoblamagan ekanman. Shu paytgacha hisoblamaganman. Lekin nol ham bo'lmagan-ku minimum to'g'ri? Yo'q, nol bo'lmagan. Minimum eng boshida masalan olganim, eng boshidan shu Instagramga kirib kelishimdan boshlasak $300 bo'lganda. Bu norma, kimdir oyligi. Shunaqa. Hozir o'sha adangizga mashina sovg'a qilgansiz. Modeli rusumi qanaqa agar sir bo'lmasa? O'zingizda ham mashina bormi?
uydagilarnikini haydayman, aslında oyimnikini haydayman. Chunki oyim juda ham mashina kam haydaydilar. Shu biza bilan aslında yurganlari uchun bizani olib borib kelishlariga adam mashina olib berganlar. Men adamga voy free olib berganman. O'zlari tanlab olganlar. Juda ham zo'r. O'zlari Siz bilan faxrlansalar bo'ladi, bemalol. Shunga oyimnikini inakda adamnikini haydayman, aytmay olib chiqib ketiraman. Ha, yaxshi, shu yoshda pravada yaxshi o'qib olgan bo'lsangiz, Instagramda hammani hayoti ideal ko'rinadi-da, lekin ko'ryapmiz, ayniqsa hozirgi kunda orqasidan qanaqa ko'p mish-mishlar chiqadi, har xil gap so'zlar chiqadi. Sizda shunaqa holat bo'lganmi? Masalan, Instagramdan nima edi, sinovli kunlarga kirib qolganingizda qanaqa chiqib ketgansiz? O'zi bo'lganmi bunaqa sinovli kunlar? Sinovli kun deganda, men endi tushunishim bo'yicha yaqinda bo'ldi. Meni o'zimni понятиям bo'yicha shu men uchun sinovli keldi-da. Oyog'im qayrib olib gips bo'lganimdan keyin 1 oy menda stop bo'lib qoldi-da hamma narsa. Ichini uchun bitta proyektlarim chiqib ketishni boshladi. Reklamalar stop bo'ldi, chunki chiqmadim-ku hech qayerga. O'shani konkretni 1-2 oycha o'zimga kela olmadim. Chunki endi stabilni chiqib turgan, yurib turgan odam, pul anaqa qilayotgan odam, pul ishlab topayotgan odam bitta yo'q qolsa bilolmas ekan qayerdan nima qilishni. Yo'q, Xudoga shukr, srazu yana oyog'iga turib olib, yana srazu aktiv bo'ldim Instagramda. Prodyuser oldim, Xudoga shukr, juda ham barakali keldilar menga. Kontentimni, o'zim yo'nalishimni topdim. Shu paytgacha kontent qilganman. Har xil narsa qilib ko'rganman. O'zim shunaqa odamman, bir xillikdan tez erkaman. Menga shunaqa kontent topib berdilar. Bitta yo'nalishdagi kontent, lekin har xil sferaga kirib chiqsa bo'ladi. Prям idealni kontent deb o'ylayman. Idealni o'zimning направлением deb o'ylayman. Masalan, o'sha soha qanaqa? Tasvirlab bersangiz. Noldan qilib ko'raman. Qilib ko'rmagan ishimni qilib ko'raman degan rubrika bu. Rubrika desam ham to'g'ri bo'ladi. Hamma narsa qilib ko'ra olaman. Gul yasab ko'ra olaman, borib traktor haydab ko'rdim, non yopib ko'rdim. Qaysidir kasbda ishlab ko'rishim mumkin bir kun noldan uni o'rganib chiqib shunaqa. Odamlarga bu ham qiziq. Odamlarga. Xudoga shukr, zo'r ketyapti. Yaxshi omad tilaymiz bu yo'nalishda. Prodyuseringiz ham sizga xayrli, barakali kelganiga biz ham xursandmiz. Qarindoshlaringiz hozirgi faoliyatingizga munosabati qanaqa? Qarindoshlarim Xudoga shukr boshqalar aytadi-ku, oyim tomon unaqa, adam tomon bunaqa deb. Bilmadim nimaga Alloh shunga menga shunaqa ne'mat bergan bilmayman. Xudoga shukr deyman bunga. Ikkala tomon ham zo'r qaraydi. Meni buvim ham, jiyanlarim ham, qarindoshim ham, adamni xolalari ham kuzatishadi. Hammaliklari pozitiv относиться qilishadi. В основном buvim kasal bo'lib stories qo'ysam, men bitga keldim deb stories qo'ysam, storiesimdan bilib sразу telefon qiladi. Yaxshimisan? Qayerdasan? Yaxshi yuribsanmi? Negativni anaqa qilishmaydi, deb hech qilishmaydi. Adam ham aytadilar, qizim, men senga shuncha sharoit yaratib beryapman. Shunaqa qilingki, meni yuzim yerga qarab qolmasin. Men nima demasang, xo'p deyman. Nima demasang qo'yib beraman, nima demasang sharoit yaratib beraman. Lekin esingdan chiqarma, toshda men borman, oying bor, reputatsiyang важныйroq deyishadi. Shunga Xudoga shukr, shuncha menga berayotgan sharoitlari uchun ham harakat qilaman parod qilmaslikka. Ishonchlari juda ham kuchli. Endi ozgina qizishib olamiz. Ya'ni bizda o'yinlar rukni bor. Sizni sferangizdan kelib chiqqan holatda biz sizga hozir blogerlar spiskini tuzib qo'yganmiz, ularning niklari bilan. Siz biz ularning ismini aytishimiz bilan xayolingizga kelgan birinchi personaj, aktyor yoki birinchi kelgan so'zni aytishingiz mumkin ularni ta'riflash uchun. Misol qiyin bo'lar ekan. O'ylab sizga vaqt beramiz. Birinchisi Teacher Azam. Слишком умный odam deb o'ylayman. Bu gap bilan ham to'g'rimi? Juda ham aqlli odam deb o'ylayman. Yo'q, Rahroza bilan assotsiatsiya qilar ekanlar meni. Rahroza degan qiz bor, bloger. English 5 uzr agar noto'g'ri aytayotgan bo'lsam, borib yurardi, storiesida ko'rardim. Shu bilan assotsiatsiya qiladi menda. Keyingisi Mittimi. Monogram. Monogram varsam to'g'ri bo'ladi. Keyingisi Dilimi. Chaqmoq McQueenmidi? Oy, zo'r o'xshash bo'ldi. Keyingisi Mo'min aka, bu Million jamoasi a'zosi. Abdurasul aka. Million keladi. Million. Xolajon xonamizdan million. O'sha boyga tepadan yiqilganlari. Shunaqa. Jim Carrey ham bir xilda kelib qolishi mumkin. Da. Endi aniqalar personajlar unaqa ko'p xayolim kelmadi. Nimadir gap kelyapti shunga. Xayolingiz kelgan. Yunka. Hamma bittasidan o'ylaydi menimcha. Alixonovmi? Sizga ham shu keldimi? Alixonov. Keyingisi Timur Alixonov. Yunka-da. Farida. Farida. Bu yaxshi qaror bo'ldi. Juda ham bo'ldi. zo'r para bo'lishi ham baxt tilayman. Havas qiladigan darajada lekin. To'g'ri.
Lil Xurramov. Singlim bilan assotsiatsiya qiladilar. Kichkina singlim bilan. Chunki oldin shomkalariga borib общенияsi yaxshi bo'lgan bilan aka singildek bo'lib qolishgan. Shunga singlim bilan assotsiatsiya qiladi menda. Keyingisi Durdona Qurbonova. Durdona Qurbonova men o'zim bilan desam to'g'ri bo'ladi. Chunki meni ko'proq o'xshatishardi yoshligimda. Opa singil bo'lib rol o'ynaganmiz ular. O'xshaysizlarkan rostdan. Ha. Yoshligingizni o'ynagandirsiz balki. Yo'q, singillarim o'ynaganman. Bitta serialda rejissyorlarga anaqa bersak bo'lar ekan bu yerda. Siz yoshligini Durdona Qurbonova kattaligini o'ynasanglar ham shu ideal bo'ladi. Zarinaga ham o'xshatishadi men Zarina Nizomidinovaga. Ko'zlaringiz o'xshar ekan. Durdona Qurbonova bilan demak ko'rishgansizlar. Ko'rishganman ha, serialda. Keyingisi Nilufar Hamidova ekanlar. Esladingizmi kimligini? Yaqinda shuni aytib chiqishdi-ku. Sizniki. Ay xudo. Men ular bilan ham anaqa qilganman, serialda rol o'ynaganman. Lekin juda ham yaxshi ayollar hayotda. Endi Instagramda bilmadim, kontentlarini uncha kuzatmayman. Nima jin uradi Instagramda? Endi Instagramda ko'proq odamlar hype uchun, prosmotr uchun ishlaydi baribir, tan olish kerak. Lekin juda ham yaxshi ayollar, juda ham adekvatniy, sovet so'rasangiz to'g'ri sovet beradigan ayollar. Ular bilan assotsiatsiyam yo'q lekin. Tushunarli. Keyingisi Sariq bola. Aktyor degan shou bo'lardi. O'sha bilan assotsiatsiya qiladi. To'g'ri, yorvorganlar. Real nima edi keyingisi? Real hit. Esladik nihoyat. Yaxshi o'tdi menimcha bu o'yinimiz. Endi kino sohasiga ozgina yuzlanamiz. Kino olamiga qanchalik qiziqasiz va yaqinda oxirgi marta eshitgan kino sohadagi yangiliklar sizni qiziqtirgan? Kino sohasiga endi o'zim aktrisa bo'lsam, unaqa zo'r qiziqmayman. Kinoni kamdan kam ko'raman. Shunisi bor menda. Ma'nani впечатлить qilib qolish bitta narsa qiyinroq. Yangiliklarni o'qimayman desam ham bo'ladi. Tushunarli. Yangiliklarni o'qimayman desam ham bo'ladi. Bilmayman nimaga, itak eshitaman-da, atrofdagilardan undan ko'ra eshitib qo'ya qolganim yaxshi degan narsa bor menda, bilmadim. Lekin Bollywooddagi aktyorlarga juda ham qiziqaman. Indiyskiy aktyorlar, indiyskiy filmlarni jinnisiman. Lekin bitta nosi bor. Ism bilan hech kimni eslab qola olmayman. Ko'rinish bilan. Faqat ko'rinish bilan. Faqat ko'rinish bilan. Tushunarli. Shu tomoni bor menda. Agar hayotingiz kino bo'lganda, uni qanaqa nomlardingiz? Shu savolni berishadi. O'tirib, spokойно o'ylamagan ekanman. Janri, misol uchun janri qanaqa bo'lardi? Janri komediya, drama deya qo'ydik. Dramani yaxshi ko'raman. Yig'i, sig'i nimadirlar. Men juda ham hayotda pozitivniy qizman. Komediya bilan drama desam ham bo'ladi. Oyligingiz kino bo'lganda uni nomi qanaqa bo'lardi? Oyligim? Qanaqa ma'noda? Dohodingiz keladigan sizga dohodingizni nomi, oyligingizni nomi nima bo'lardi? 5 kunlik dunyomi, masalan, 5 kunga yetar yetmas. Bugun bor ertaga yo'q. Bugun bor ertaga yo'q. Shunaqa. Buni berdik. Janr bo'lsangiz qanaqa janr bo'lardingiz? Bu aytdingiz, drama, komediya dedingiz. Keyingi savol, qaysi o'zbek filmiga Oskar berardingiz? Eski hamma kinolarimizga Oskar berardim. Hammasiga. Chunki hammasi bir-biridan zo'r bo'lgan. Oldingi filmlarimiz qanaqadir dushavniy bo'lgan. Ya'ni o'sha mahallada dudu gaplarni aytyapsizmi yoki janob hech kimlarnimi? Hammasi bizdan pokoleniyaga bo'lgan hammasi-da. Ha, bizdan pokoleniyaga bo'lgan. Yo'q, hozir ham yaxshi kinolar qilishadi. Masalan, o'zim chiqqan seriallarim bor. Eng yaxshi kuningizni kino deb nomlaydigan bo'lsangiz, nomi qanaqa bo'lardi? Eng yaxshi kun. Eng yaxshi. Men uchun eng yaxshi kun mana shu bo'lgan hayotimda. Bunga men qanaqa nom qo'ysak bo'ladi desangiz? Avvalambor har bitta kunim yaxshi o'zi, Xudoga shukr. Nomga keladigan bo'lsak, Xudoga shukrmi? Yaratganga shukur. Endi yordamlashib yuboringlar, ozginacha talaqa kelmayapti. Masalan, mashina olib bergan ekansiz. O'sha kuningizni nomlashingiz mumkin nimadir deb. Men uchun shu bo'lgan bo'lardi, masalan, faxrlanadigan kunim yoki o'qishga kirgan kunim, magistrga kirgan. Yo'q, mayli, Gruziyaga borganimmi? Endi qolaylik, Gruziyaga borganim yaqinda. Singlim bilan borib keldim. U vashi hali ham anaqasi tarqagani yo'q otsalar menda. Nima deb qo'ysam bo'ladi hozir? Gapir. Gruziya bo'lsa. Yo'q, boshqa необычныйroq bironta ism. Nima bo'ldi Gruziyada masalan? Esingizda qolib ketgan. O'zi birinchi navbatda uydagilarim meni Gruziyaga qo'yishgani, men